qaranglar. Ko'chalarning boshida shunaqa masjid bo'lsa, kim shunaqa uy xohlamaydi? Bu yoq taraf mehnat posti. Bilasizlar, hamda 65-avtobusi oxirgi konetkasi shunda aylanadi. Bu yoq tarafimiz Ko'ksaroy, Toshmiga chiqib kelgan yo'l. Hammasi bizada 13 sotuvlik arzonga yerimiz chiqyapti. To'g'ri burchak 25,5 ga 52 metr. Asfalt bo'lgan, suv, gaz, svet hammasi bor. Hozir ichkaridan bitta ko'rsatamiz. Joy eng zo'r joyi. Mana shu yerda masjid joylashgan. Shundoq ertalab tursangiz, bomdod namozi, azoni eshitilib turadi. Shunda 5 minutlik yo'l. Ko'chalarimiz ham keng, bemalol mashina qo'ysa bo'ladi. Asfalt bo'lgan. Mana shu hovlimizni sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Fasad qismi mana shu joydan boshlanadi. Bu yog'i 25,5 metr va shu uy oxirigacha. Uy ichkaridan ko'rsatamiz. Kirib kelishimiz bilan chap tarafda bitta shunaqa zdaniya bor. Buni ichida ikkita xona, oshxona, ayvoni bor. Podval bor. Buni vaqtinchaligiga ishlatib tursanglar bo'ladi. Bu yoq tarafda bemalol qursanglar bo'ladi. Uyimizni shu devordan shu devorgacha 52,5 metr. Ozgina zaxvat joyi bor ekan, unisini hisobga olishmas ekan. Mana bitta basseyn bor. Teplisalar qurib qo'yilgan. Xohlasanglar teplisa qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Bu yoq tarafda bitta xona, sklat qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu yoq tarafda yana to'xona, hashiyxona, yana bitta xona bor. Bemalol aloqaga chiqasizlar, egalarini bemalol aloqaga chiqasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, uy quruvchilar uchun juda zo'r taklif deb o'yladik. Pastda telefon raqam qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, baraka qilishinglar mumkin. Hammaga rahmat.